Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. Ukam sepli gusenitsali apparatlaridan ham obzor qilgan degan akalarimiz uchun bizning do'konimizga bugun gusenitsali apparatimiz, undan tashqari ham gusenitsa hamda balonli gusenitsali apparatlarimiz yetib keldi. Shu munosabati bilan hozir sizlarga bu sepli motobloglarimizni qisqacha ma'lumotini, narx-navosini sizlarga tanishtirib o'taman va kimdagi mana shu turdagi gusenitsali apparatlar va undan tashqari agregatlari bilan komplekt holatda sut ekan narxlarda xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranni pastiga nomerimni qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib, narxlarini sut ekan narxlarda olishinglar mumkin akalar. Boshida aytib o'tib ketaman videoni akalar. Hoziroq shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb hoziroq yozib qo'ying va bizning do'konimizga kelganingizda birinchi bo'lib motoblog olayotganingizda motoblogning narxini sizga tushirib, sut ekan narxlarda qilib arzon qilib beraman. Undan tashqari bonuslari bilan qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu gusenitsali apparatimizni ishlash jarayonini ham, yerda ishlayotgan jarayonini ham hamda bonuslari bilan ham tanishtirib o'taman akalar. Bo'lmasa ma'lumotlarini boshladik akalar. Xo'p, bu gusenitsali apparatimiz sepli gusenitsali motobloglarning ichida eng originali bo'ladi akalar. Eng originali deganimiz sababi seplari pechatli variantidan bo'ladi. Qatdan qanaqa gusenitsa apparat olishingizdan qat'iy nazar mana shunaqa seplariga e'tibor berib oling. Hozir ko'rsatganimdagi seplari mana shunaqa pechatli seplardan qo'yilgan bo'lsa, sizga gusenitsa apparati yaxshi hamda uzoq umr xizmat qilib beradi. Xo'p, ukajonim o'zi bu gusenitsali apparatlaring nima ish qiladi degan akalarimiz uchun e'tibor beringlar. Bu gusenitsali apparatlarimiz ekinlarda ichida pomidori, bodring, kartoshka, makkajo'xori shunga o'xshagan poliz ekinlarda ichida bir dona agatni ichiga tushib turib, agatni ichini mana bunaqa tizillash ishlari, undan tashqari agatlarning ichiga dori solish, undan tashqari dom mahsulotlarini ekish uchun mana bunaqa selkalari bo'ladi. Undan tashqari o'zida universal plug, yerda pluglash uchun pluglari bo'ladi. Pluglayotganda ham juda ham zo'r pluglaydi, chunki sepli bo'lganini hisobiga juda ham baquvvat hamda sifatli ishlab beradi akalar. Xo'p, undan tashqari yeringlarda ichidagi agatlarda ham mana agatida bemalol agatlarni olib ishlatsanglar bo'ladi. Shu to'rt xil nasatga bilan bemalol qishloq xo'jalik texnikalarini ishlarini qilib ishlatishinglar mumkin. Xo'p, ishlash prinsipi juda ham oddiy. Bu eng hadavoy modeli 7 ot kuchlik benzinli modeli bo'ladi akalar. Xo'p, benzin baki e'tibor beringlar. 4 litr bo'ladi. Soatiga 1,5 litrdan benzin rasxod qilib beradi. Yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganinglarda zavodit oladi hamda juda ham yaxshi sifatli ishlab beradi akalar. Vozdixlari maslinli bo'ladi. 50-60 grammdan vozdixiga masla qo'yib yursangiz, sizga bu gusenitsa apparati uzoq umr hamda yaxshi xizmat qilib beradi akalar. Xo'p, seplarining razmerini ko'pchilik so'raydi. Seplarining razmerlari eniga 16 sm bo'ladi. Qalinligi juda ham qalin qilib ishlangan temirdan bo'ladi. Ko'pchilik buni charm deb yurar ekan akalar. Bu charm yoki plastmassa emas, bu temir bo'ladi akalar. Shunisiga ahamiyat beringlar. Undan tashqari reduktorga bitta ahamiyat beringlar. Reduktori katta reduktor qo'yilgan. Qatdan qarang gusenitsa olsangiz, katta reduktorlarligini olishingizni maslahat beramiz. Xo'p, harakatlariga e'tibor berasizlar. Motordan cheres shkif orqali bo'tga remen tashlangan, ikkita remen orqali pastdagi reduktoriga harakat beradi va sepini aylantirib ishlatib beradi akalar. Xo'p, undan tashqari ishlash prinsipi oldiga akalar 1 hamda 2 skorsi bor. Undan tashqari bittaga orqa skorsi ham bor. Bemalol oldiga ham, orqaga ham harakatlana oladi akalar. Xo'p, bu oddiy model akalar. Yo'lda yetalab yurish uchun jinday noqulay bo'ladi. Mana bunaqa asfalt yo'llarda yetalab yurish juda ham qiyin. Shuni hisobiga mashinaga yuklab yurish kerak bo'layotdi. Shunga biz buni balonli variantini qilib qo'yganmiz. Ham akalar seplik ham balonli bo'ladi. Balon nima uchun kerak? Yo'lda yurish uchun akalar balon qo'yib qo'yganmiz. Yerga, ishingizga borganingizda bemalol balonida yetalab ketasiz va ishga borgandan keyin bir dona balonni shunday boltga egasini yechadigan bo'lsangiz va balon chiqib oddiy mana shunaqa gusenitsa apparati bo'lib qoladi. Xo'p, yurishlariga bitta ahamiyat beringlar. Bitta qo'lda o'zida akalar balonli varianti juda ham yengil, sifatli yuradi. Istagan joyingizga bemalol mana shunaqa yetalab olib ketsangiz bo'ladi. Bu tomonlama juda ham yaxshi, sifatli qilib ishlangan bo'ladi akalar. Xo'p, narxlariga o'tadigan bo'lsak, bularimizni narxlari paytida 850 dollar sotilgandi. Hozir ham boshqa do'konlarda 750-800 dollar sotilyapti. Lekin biz sizga bu gusenitsa apparatni balonli varianti e'tibor beringlar. Ham balonli, ham gusenitsali komplektga pulini beramiz. Ikkita selka beramiz. Selkasi balon ikkitali bo'ladi. E'tibor berib qo'yasizlar. Balonlar selkasi ikkitali, bir dona selka. Undan tashqari chizillari, undan tashqari agat oladigan, ichida dokument, kulch, hamma narsasi bilan atigi 680
$80 akalar kelib balonli variantini olishinglar mumkin. U ham seplariga qarab, sepi pechatliga bor, shuni hisobiga narxi plus minus bo'ladi. Eng arzoni bu gusenitsa apparatlarida $500 degan bizda gusenitsa apparatlari bor. Bemalol kelinglar, soni cheklanmagan miqdorda boshqa turdagi motoblok olasizmi, gusenitsa apparat olasizmi, narxini suvdagi narxlarda qilib arzon qilib beramiz. Videoni boshda aytganimdek, videoni oxirida shuni gusenitsa apparat ishlash jarayonini ko'rsataman deb va'da bergandim. Endi bitta buni ishlash jarayonini ko'ramiz akalar. Qani ketdik.